Bitta banferga ham puling yetmasa kerak. Bir paytlar meni ham shu mashinani banfiraga pulim yetmas edi. Seni ham bu uyga kelishingda bitta gilamga ham qurbing yetmas edi. Xudoga shukr, hozir hamma narsamiz bor. Uy, joy, mashina. Nima menga kekkayapsan? Eringni boyligigami? Ha? Esingdan chiqarma. Bir deganda boylik bergan Alloh, bir deganda qaytarib olib qo'yishi mumkin. Neday bu eski holatimga qaytib qolsam, o'sha erkakga o'xshab meni ham qo'l uchida ko'rarkansan dey. Nima deganingiz bu, adasi? Obro'yingga kekkayma. Erkakning gapi gap. Adasi. Qachon insonlarni hurmat qilishni o'rgansang, o'shanda mashina haydashga ruxsat beraman. Ungacha avtobusda yurasan. Adasi, kechiring. Kechirdim. Uyga. Xo'p. Boylik odamlarni hech ham o'zgartirmaydi. Ularning aslida kim ekanligini ko'rsatadi.